Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana men Zarina Aliyevnaman. Bugun sizlar bilan L tovushini chiqarishni birgalikda o'rganamiz. Har bitta tovushlarni birinchi bo'lib chiqarishda oldin aytgan edim, tayyorlov bosqichi bo'ladi. Shu tayyorlov bosqichlarini qilib olganimizdan keyin tovushni chiqarishga o'tamiz. Artikulyatsion mashq qilamiz, til va lab mashqlari, nafas mashqlari va ovoz mashqlarini qilamiz. Tovushlarni chiqarishdan oldin nafas va ovoz mashqlarini esa hammasini undan oldingi R, Q, Sh, S tovushlarini chiqarayotganda tushuntirib o'tganman. O'sha videolarni bitta orqaga qaytib ko'rib olsanglar, o'sha yerda nafas va ovoz mashqlari to'g'risida podrobniy tushuntirganman. Bugun esa hozir sirazi mashqlarga va keyin chiqarish usuliga o'tamiz. L tovush uchun kerakli bo'lgan mashqlarni qilishimizdan oldin biz bilib olishimiz kerak til holati va labni joylashuvlari qanaqa bo'ladi. Demak, L tovushida tilni uchi tepa tishlar tomon alveolaga tegani uchun ham tilni uchi tepaga ko'tarildi, tepa holatga bo'ldi. Shuning uchun ham tilni uchi tepaga bo'lgan mashqlarni ko'proq bajarishimiz kerak bo'ladi. Endi L tovushini chiqarishni o'rganamiz. L tovushini chiqarishni eng oson usullarini ko'rsataman sizlarga hozir. Buning uchun ikkita tishni orasiga tilni uchini olib tishlashni o'rgatib, bolaga shunaqa qilib tezroq chiqarishimiz mumkin. Demak, tilni o'sha tishni ikki orasiga olib, tilni uchini olib tishlaymiz. L va ovoz chiqarishni aytishimiz kerak. L holatida. Va keyin mana ovozi qanaqa ovoz chiqaradi? Qilib holatda boshida birinchi bo'lib o'sha tilni tishlashni aytsak, keyinchalik tilni tepaga o'sha tishlarni alveolaga qo'yishlarni keyinchalik tushuntirishimiz mumkin. Lekin birinchi bo'lib boshlang'ich bosqichida uni tushuntirish ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Qaysidir bolada sirazi tepaga qo'yib aytib berishi mumkin. Ba'zi bolalarda qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun tishni orasiga olib tishlash osonroq qo'yilish, tezroq qo'yilish varianti hisoblanadi. Buni ko'p baroq qaytarganimizdan keyin endi o'nliklar bilan qilishimiz mumkin. A deb turib tilni uchini olib tishlash, I deb turib tilni uchini olib tishlash, U deb turib tilni uchini olib tishlash. Al, il, ul, el, alla. Shunaqa holatida bolaga tushuntiramiz va shunday qilib L'ni chiqarishimiz mumkin. Va ko'pincha bolalarda L'ni aytolmasligining sababi tilni uchi tepaga ko'tarilmaydi, pastga tushib ketaveradi. Keyinchalik mana shularni bola o'rgangandan keyin shunaqa tishga olib aytishni boshlaydi bola. Keyin biz uni tilni endi tepaga ko'tarishni, tishlarga qo'yib aytishini so'raymiz va bunda uxachiskani qo'yib tushuntirishimiz mumkin. L holatda mana bu tishlaringga uchachiskada tushuntirib, mana bu tishning tepasiga tilingni uchini qo'yasan, ko'targin deb ko'pincha bolada tili pastga tushib ketishi mumkin. Shuning uchun mana bu uchachiskada tepaga ko'tarish vazifasini, tilni ushlab turish vazifasini uchachiskani ishlatib foydalanib turishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu usullarda qo'llaganimizdan keyin L'ni o'zi aynan shu postanovkadan ancha vaqt bo'lgandan keyin, misol uchun L ko'pincha bolada tez chiqib ketadi, sirazi bola tushunib oladi. Ba'zi holatlarda vaqt ko'proq ketishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda oldin postanovka qilib olib, keyin uni o'sha nutqni mustahkamlab qolamiz. Albatta bu birinchi bosqichi L'ni qo'yishni. Keyin ikkinchi bosqichi endi uni mustahkamlashni o'rganamiz. So'z o'rtasi, so'z boshi, so'z oxiri. Hamma o'sha L qatnashgan so'zlarni aytishimiz kerak. Bolalarda ko'pincha nutqida ba'zan L'ni aytolmaydi, lekin so'zlayganda tashlab ketish mumkin. Olma emas, olma deb aytish mumkin, to'g'rimi? Tashlab ketadi. Yoki gilos emasda, gios deb shunaqa holatida. Qalam, qam deb holatda qalamni. Shunaqa holatlarda bu
o'sha l so'zni mustahkamlanib qolmaganligidan dalolat beradi. Buning uchun l so'zi oxirida, o'rtasida, boshida keladigan so'zlarni juda ham ko'p qaytarishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin iboralar, matn, gaplar, hikoyalarga o'tamiz. Ana shundagina l tovushi nutqda mustahkamlanib qoladi. Va albatta bitta asosiy qoida har safar aytaman, so'z boshida bola hali yaxshi aytmayotgan bo'lsa, so'z o'rtasiga o'tmaymiz. So'z o'rtasida yaxshi aytmayaptimi bola, so'z oxiriga o'tmaymiz. Birinchi so'zi boshida bola bemalol l kelayotganda hammasini ayta olsagina keyin o'rtasiga o'tamiz. Keyin l o'rtasida keladigan gilos, qalam, shularni уже yaxshi aytibdimi, keyin oxiriga o'tamiz. Undan keyingina gaplarga o'tamiz. Sizlar bilan Zarina Aliyevna bo'ldi. Mana Instagram sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Yanada foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun zvonokchani bosib qo'ying.